Mamlakatimizda kuzatilayotgan anomal issiq ob-havo janubiy hududlarda, xususan Termiz shahrida yanada yuqori harorat bilan namoyon bo'lmoqda. Shu bois shahar hududida issiqning salbiy ta'sirini kamaytirish va qulay ekologik muhitni saqlashga qaratilgan profilaktik tadbirlar davom etmoqda. Jumladan, Termiz shahri ko'chalarida maxsus texnikalar yordamida kuniga 2 mahal suv sepish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu chang miqdorini kamaytirish, yo'l qoplamasining qizishini yumshatish hamda shahar mikroiqlimini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Shuningdek, shahar hududidagi daraxtlar, manzarali butalar va yashil maydonlar muntazam sug'orilib, jazirama issiqning salbiy ta'siridan asrash choralari ko'rilyapti. Avvalambor o'zimizni saqlashimiz o'sha issiqdan, keyin yashillik olamini, o'simlik dunyosini, hayvonot olamini saqlab qolishimiz kerak. Barcha korxona, tashkilotlar, muassasalar, fuqarolar o'zini uyidagi ham, xonadonning atrofidagi ko'p qavatli uylarning oldidagini ham daraxtlarni sug'orib turish kerak. Daraxtlarni, yashil o'simliklarni, barcha o'simliklarni o'z vaqtida sug'orib turish kerak. Ya'ni tez-tez sug'orib turish kerak. Agar tez sug'ormaydigan bo'lsak, issiq natijasida halok bo'ladi ushbu daraxtlar. Kunni issiq vaqtda sug'ormaslik kerak. Tungi vaqtda, kechki salqinda, ertalab soat 8 gacha sug'orish kerak. Undan keyin sug'orish tavsiya etilmaydi. Qurib qolishi mumkin, o'sha ildizda suvni qaynash natijasida halok bo'ladi. O'sha yashillikni saqlab qoladigan bo'lsak, biz iqlimimizni saqlab qolamiz. Soya salqin ko'payadi, aholi erkin nafas oladi. Ushbu daraxtlarni yuvish tadbiri bu juda ham yaxshi. Ya'ni o'simliklarda fotosintez jarayoni yaxshi bo'ladi, birinchidan. Ikkinchidan, mikroiqlim salqin bo'ladi. O'sha daraxtlarda suv sepish natijasida ham daraxtlar yashnaydi, erkin nafas oladi, yashash kuchayadi. Agar buni yuvib turmaydigan bo'lsak, hozir o'rgimchak kana degan kana paydo bo'lgan, o'sha changlarni o'simliklarga yopish natijasida o'simliklarni qurib qolishiga, halok bo'lishiga sabab bo'lyapti. Birinchidan salqin havo chiqadi yuvgandan keyin. Ikkinchidan daraxtning yashashi uzayadi. Barcha hududlarda o'sha daraxtlarni o'z vaqtida sug'orilishi, agrotexnik talablarni olib borilishi kuchaytirilgan. Tuni kun nazorat olib borilmoqda. O'sha daraxtlarni noqonuniy kesmaslik, ularni o'z vaqtida parvarish qilish, sug'orish, agrotexnik ishlarni olib borish ishlari amalga oshirilmoqda. Mahalliy hokimligimiz tomonidan ishchi guruh tuzilgan, shtablar tashkil etilgan. Bu yerda maxsus texnikalar jalb qilingan hamda obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan maxsus xodimlar ham biriktirilgan. O'sha kechasi sug'orilyapti daraxtlar. Texnikalar yordamida ko'chalarga ham suv sepilyapti, ham daraxtlar yuvilyapti. Maxsus shtab qilingan, o'sha kunlik qancha daraxt sug'orildi, qaysi ko'chalarda texnikalar ishlayapti, buni hammasi kunlik nazoratga olingan. Mutaxassislar fuqarolarga jazirama kunlarda, ayniqsa soat 11:00 dan 17:00 gacha imkon qadar ochiq quyosh ostida uzoq vaqt bo'lmaslikni, ko'proq suyuqlik iste'mol qilishni, yengil va och rangli kiyim kiyishni tavsiya etmoqda. Amalga oshirilayotgan ushbu profilaktik tadbirlar yoz mavsumida shahar ekologik muhitini yaxshilash, yashil hududlarni asrab-avaylash hamda aholi salomatligini muhofaza qilishga xizmat qiladi.